Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli görürmenler. İstiklal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalğun. Programımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qınamızda qıtınlar ekranımızda olsun. Jurnalist Yücel Tanay Xitaypərəstlərinin ərzi səbəblik 2 yılğa yaxın qamoqqa hüküm qılındı. Yıllardan buyon Uyg'urlar uchun aktiv ovoz chiqarib kelayotgan jurnalist Yücel Tanay Xitaypərəst Uyg'urlarni tanqid qilib yozgan maqolasiga qarshi sunilgan arz sabablik 20 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan. Türk jurnalist faoliyatchi Yücel Tanay uzun yillardan buyon Sharq Turkiston da'vosi uchun izchil ovoz chiqarib kelayotgan bo'lib, ko'plagan xabar maqolalarni e'lon qilgan edi. Uning ish faoliyatlari Xitoyni qattiq bearam qilgan edi. Türkiye'deki Xitaypərəst Uyg'urlarning biri bo'lgan Turkiya Xitoy muhojir ayollar birlashmasining raisi Mavluda Aziz uni bir maqolasi sababli ko'p qatim arz qilgan bo'lib, 5 yilga so'zilgan sudning natijasi yaqinda e'lon qilingan. Yücel Tanayning Istiqlol televiziyasiga bildirishicha, Istanbul Cumhuriyet Bosh sud mahkamasi aloqador arz shikoyatga asosan Yücel Tanayni haqorat qilish jinoyati bilan ayblab 1 yil 8 oylik qamoq jazosiga hukm qilgan. U sud qarorini 19 noyabr topshirib olgan bo'lib, 10 kun ichida aloqador o'ringa berib, jazoni qabul qilishi kerakligi uqtirilgan. Ma'lum bo'lishicha, Yücel Tanay 2020 yilning boshlarida To'rda Xitoy konsulxonasi bilan til beriktiruvchi Xitoy ayollar jamiyatining raisi Mavluda Aziz mavzusida bir maqola e'lon qilgan. Türkiye Xitoy muhojir ayollar birlashmasining raisi Mavluda Aziz uning maqolada o'zini Xitoy bilan til beriktiruvchi xoin Xitoy josusi deb ataganligini bahona qilib sudga arz qilgan. Ayni vaqtda Yücel Tanay bu arz shikoyat harakatining orqasida Xitoyning bevosita qo'li borligini ilgari surgan edi. Navbatda Yücel Tanayning advokatlari jazoning turma sirtida nazorat tariqasida ijro qilinishi mumkinligini bildirgan. Yücel Tanay Istiqlol televiziyasiga aytgan so'zida bu jazo qarorining o'z irodasini sundirolmaydiganligini, Sharq Turkiston da'vosining muqaddas bir da'vo va bosh tortib bo'lmaydigan burch ekanligini ta'kidladi. Urumchi o't fojiasining 3 yilligi o't bilan xotirlandi. Xitoyning bundan 3 yil burun Urumchi shahrida o't ketgan bir o'ltiraq binosidagi Uyg'urlarni atalmış yuqum bahonasi bilan sirtqa chiqarg'izmay qasddan ko'ydirib o'ldirish jinoyati va bu fojiada qazo qilgan Uyg'urlar o'xshamagan usullar bilan xotirlandi. 2022 yili 24 noyabr kechda Urumchidagi bir o'ltiraq binosiga o't ketib, Xitoyning binodagi uylarning eshigini sirtdan taqib etishi va qutqizishni qasddan kechiktirishi natijasida 50 ga yaqin Uyg'ur fojialik holda hayotidan ayrilgan edi. Ayni vaqtda atalmış nol yuqum siyosati bahonasi bilan binoning eshigi kapsharlangan va binoning atrofini qo'rshiyotgan temir rishotkalar, to'siqlar aslida qasddan kechikib kelgan o't o'chirish mashinalarining kelishiga texmo to'salg'i bo'lgan edi. Butun dunyoni cho'chitgan bu ichinishli fojiadan keyin dunyoning har qaysi joylarida Xitoy rejimiga qarshi keng ko'lamli namoyishlar o'tkazilgan edi. Bu yilmi muhojiratdagi Sharq Turkiston xalqi Urumchi o't fojiasining 3 yilligini ijtimoiy taratqular va boshqa usullar orqali xotirladi. Jumladan Gollandiyada o'tkazilgan namoyishda Xitoy bayrog'i ko'ydirildi. 24 noyabr kechda Gollandiyaning poytaxti Amsterdam shahrining Dam maydonida o'nlagan faoliyatchi mazkur fojianing 3 yilligini xotirlab bayonot e'lon qildi va Sharq Turkiston mustaqilligini asliga keltirish, Xitoy rejimining yimirilishi, shundaqli xalqaroning Sharq Turkistonda davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish chaqiriqlari bilan namoyish o'tkazdi. Uyg'urlarni qo'llash tashkilotining qurg'uvchisi Abdurahim G'ani o'rinlashtirgan mazkur namoyishga jazo lageri shohidlari bir qism Xitoy o'qituvchilari qatnashdi. Oldi bilan Sharq Turkiston davlat marshi qo'yilib, ayni vaqtda hayotidan ayrilgan Uyg'urlar uchun sukutda turildi. Orqadan Abdurahim G'ani bayonot e'lon qilib, Urumchi o't fojiasining jarayonini tushuntirdi va 50 ga yaqin Uyg'urning o'limiga Xitoy rejimining javobgar ekanligini, dunyoning bu adolatsizlikka sukut qilmasligi kerakligini ta'kidladi. Lager shohidi Qalbinur Sidiq xonim jazo lagerida shohid bo'lgan qabih jinoyatlarni bayon qilib, Xitoyga qarshi kuchlik g'azab nafratini ifodaladi. Namoyish qatnashgan Xitoy o'qituvchilari Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikning bosh jinoyatchisi bo'lgan Shi Jinping, Chen Quango qatorliqlarning jazolanishi kerakligini ta'kidladi. Namoyishning oxirida Dam maydonida Xitoy bayrog'i va Shi Jinping, Chen Quangoning surati ko'ydirilib,
Xitoyning ishg'oliyatiga, irqiy qirg'inchilik jinoyatiga qarshi turli shuarlar to'landi. Türkiye yerlik ta'lim-tarbiya aeroplanini turkumlab ishlab chiqarishga tayyorlanmoqda. Türkiye'nin yerlik hujjat aeroplanining 2 dastlabki modeli jami 600 soatga yaqin uchish vazifasini tamomlagan bo'lib, buning bilan Türkiye o'zining tunji ilg'or reaktiv ta'lim-tarbiya aeroplanini sinash, turkumlab ishlab chiqarish va chet elga setish qadamlarini tezlatmoqda. Türk Hava ve Alam Qatnaşı Sanoati tarafidan tadqiq qilib yasalgan 2017 avgustda qurilishi boshlangan hujjatning motori 2023 30 yanvarda tunji qatim qo'zg'atilgan bo'lib, shu yil 25 aprelda tunji uchishini muvaffaqiyatli amalga oshirgan. Navbatda yangidan ishlab chiqarilgan aeroplanlarning qo'rashtirish xizmatlari davomlashayotgan bo'lib, kelar yilning dastlabki faslida yangi sinoq uchishi planlanmoqda. Bir motorluq ovozdan tez uchadigan bu aeroplan zamonaviy jang aeroplani ta'lim-tarbiyasi, qurolli-qurolsiz havo charlash va numur ko'rsatish vazifalari uchun loyihalangan. Türk Hava ve Alam Qatnaşı Sanoati navbatda oyda 2 aeroplan ishlab chiqara oladigan liniya qurayotgan bo'lib, Türk Hava armiyasining dastlabki qadamda 16 dona setib olishi mo'ljallanmoqda. Türk Hava ve Alam Qatnaşı Sanoatining İspaniya taratqusiga bergan bayonotiga asoslanganda, İspaniya bilan eksport kelishimi imzolash xizmati oxirgi bosqichga kelgan. Egilinishcha, İspaniyaga aeroplanlarni topshirib berish plan bo'yicha 2028-yili boshlanadi ekan. Hürmetli görürmenlerimiz, şuna qilib bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Atiki programmamizni ko'rishguncha aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.